Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Usta akalar, mana xudo xolasa ishlarimizni boshlab olganmiz. Qirg'iziston Bishkek shahrida shu kafel ishlarini boshlab olganmiz, xudo xolasa. Kafel terish jarayonida 8 etashkali domda kafel teryapmiz mana. O'zbekistondan 15 ta bola kelganmiz. Mana xonalarda kafellarini terishdi. 8 etashkali dom. Mana bu xonada yana bir sherigimiz kafel bosyapti. Mana stenalari ancha qiyshiq ekan, mana bir siroy mana shunaqa urib olamiz. Keyin sal urg'inga chiqyapti bo'limli bo'lib. Hormay usta aka. Olyapsizmi? Olyapmiz aka. Qalay bo'lyapti ishlar? Bo'lyapti. Stenalar turishini qarang. Stenalar qiyshiq ancha. Qiyshiq. Shunaqa gaplar mana. Shu ishlar. Xo'p, yana bir tomonda yana bir sherigimiz ishlayapti mana. Yo'q, hormay usta aka. Salomat bo'ling. Olyapsizmi? Charchamasdan. Nima gaplar? Tinchlik, sho'g'ay otibdi, taraqqa. Qalay bo'lyapti aka? Zo'rda. Stenalar tekizmikan? Stenalar vaqti. O tepalari bor 5 sm bo'lib, stenalar ancha qiyshiq. To'g'rilab eplab uryapmiz mana. 2 santdan boshlasangiz 7 santgacha bo'ladi. Tagiga 2 santdan boshlanadi. Endi puliga yarasha bo'lyapti lekin. Nech puldan bosilyapti kafellar aka? 1,5 ming. Zo'r bo'laveradi. Ijodimiz shu yerda akalar mana. 8 etashkali dom. Charchamang aka. 8 etashkali dom. Kafel bosyapmiz. Mana xonalar, sanuzellar ko'p. Mana Qirg'iziston Bishkek shahrida. Mana shu joydamiz. 8 etashkali dom. Mana kafellar, zagotovkalar bo'lgan. Mana shu joydamiz akalar.